Assalomu alaykum, hurmatli xalq bilsin kanalning obunachilari va jamoatchilik nazorati kanalning obunachilari sog'misizlar, omonmisizlar. Hozir yana ko'p odamni ya'ni plastikdan pul yechilib yotibdi. Bu narsa hech qanday bir narsa emas, yangilik emas. Ko'p odamlar yana 4 million deydi, 5 million deydi, birovlar 10 million, birovlar 30 million pullari shunday bo'lib yechilib yotibdi. Shu narsalarga bir aldanib qolmanglar. Yani bir programma geladigan, APP deb keladigan, kim bir nomerlardan telefon aytadigan, omad showdanmiz deb aytadiganlar. Xullas, keyin esa pulimizni ko'paytirib beramiz deb ijtimoiy tarmoqlarda shunday gaplar ham bo'lib yotdi ekan. Shu narsa haqida endi bir ozgina bir qisqacha bir video rolik qilib sizlarni bir ogohlantiraylik. Shu narsadan xabardor bo'linglar. Ya'ni aldanib qolmanglar. Misol uchun pulimizni ko'paytirib beramiz. Falan etsangiz falan etib beramiz. Bize omad showdanmiz. Yine bu resim sizni rasmingiz emasmi? Ya bo'lmasa yine bu videoda nima qilib yuribsiz deb turib, APP bo'ladigan bo'lsa, demak APP bo'ladi. APP bo'ladi. APP. Adı o'chgadi uni. Shunday qilib ko'p odamni guydirib xarab etib yuribdi. Azizbek do'stimiz bir chiroyli tushuntirib beradi kanalni. Hurmatli aziz kuzatuvchilar, yurtdoshlar, APK formati poligonu har tomonlama ichkina o'ylanib qarasangiz ham, ichkina tushunsangiz ham, APK formati bu fayl bo'ladi. Fayl deganda endi qanday ma'noda aytsak bo'ladi? Bu virus deb turib tushuntiramiz hammaga tushunarli bo'lishi uchun. Shu faylni ochsangiz tamom, sizning telefoningizni, mobil qurilmangizni полностью o'zini qo'lina oladi. Şu APK faylini, şu virusni yaratuvchilar tomonidan sizning mobil qurilmangiz полностью nazorat olinadi. Sizning unda qanday bank plastik kartalaringiz haqida qanday ma'lumotlar bor, o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, kerak bo'lsa, даже shu One ID orqali ko'pchilik ro'yxatdan o'tib, identifikatsiyadan, verifikatsiyadan o'tib qo'yibdi ko'p banklarda. Shu masalalar bo'yicha hammasini nazoratini даже qo'lga kiritishlari mumkin bo'ladi firibgarlar. Endi eng asosiyni aytishimiz kerak bo'lgan narsa, tekin pishloq qopqonda bo'ladi degan ota-bobomizdan qolgan maqol bor. Masalan, oddiygina bir narsa, yana bu dedi, omad shouning dedi yoki bo'lmasa boshqa bir narsa, shu silkasini dedi, falan gruppaga, falan odamga tarqatsangiz, falan so'm utasiz. Bugun Yuselni tug'ilgan kun ekan, u yana Belayni tug'ilgan kun ekan degan narsadan asli shundan boshlandi buni boshi. Erta zamonda birinchi mana kelib chiqishi boshlanishi shundan boshlandi. Mana 10 odam tarqatsang megabayt beradi ekan deb. Shu vaqtgacha hech kim megabayt olgan yo'q. Lekin endi uzrdan ya ahmoq kallasi ishlamaydigan bir ikki ahmoq shuni yana tarqatib o'tiribdi-da shuni. Shu megabayt ola olgan yo'q hali shu vaqtda. Lekin omad shu yana bir narsa shoularni lekin tarqatib o'tiribdilar hozirgacha. Chiqmagan jondan umid deb. Chiqmagan jondan umid emas, u chiqmagan kisada görüp bilib turib kallangga yonib turgan o'ta diqish bilan dangda ikkisi. Aqlli odamning ishi emas u. Har tomonlama tushuntirib, aytib kelyapmiz, foydasi yo'q. Ijtimoiy tarmoq orqali shunchalik ichki ishlar tomonidan qancha ogohlantirishlar berilib turibdi. Kiber xavfsizlik tomonidan qancha video roliklar boshqalar yaratilgan, ishlangan, ijtimoiy tarmoqlarda, televideniya orqali shunchalik ogohlantirishlar berilib turishini qaramasdan yana ham shunday muammo ustidan muammo aldanib qolib turgan insonlarning soni kundan-kun ko'payib boradi. Bu narsa doğrusu bir achinarli holat. Eng avvalo texnologiyani tushunmaganlikdan bu narsa. Ikkinchidan, yana deydi, onkolog desa, onkolog ham shunchalik bo'larmidi? Hozir men borib turib 10 ming so'm bering desam menga bermaydi, lekin polnosti yana hamma donizani firibgarlar, mashinliklar berib o'tiribdi-da insonlar. Shu narsa achinarli holat bo'lib turibdi. Bu holatlarni oldini olish maqsadida aytadigan narsamiz nima? Sizga kelgan fayl bo'ladimi? Kim masalan yuberdi? Kimdan kelishidan qat'iy nazar. Например, keladi bu yerda videodagi sizmi yoki bu suratdagi sizmi? Rasmda sizni topib oldim. Izini qarasangiz APK degan yozuv turadi. U degani shu formati. O'sha APK bo'ldimi? Bo'ldimi ochma. Demak u virus. Undan tashqari любой so'z yozilgan bo'lishi mumkin bu yerda. Shu sizga fayl keldimi? Ochmasinizdan burun qarang. APK 3 ta harf turadi. Latinchalab APK bo'ldi. Shunday bo'ldimi, uni ochmang. Oldindan no degan yozuv turaversin.
qat'iy nazar shuni ochman. Keyin ikkinchi masala. Bank tomonidan telefon aytib, ya boshqa tomondan telefon aytib, hech kim sizning plastik kartangizni amal qilish muddatini yoki sizning telefoningizga SMS bo'lib kelgan tasdiqlash kodini so'ramaydi. Потому что bu bankni o'zi yuborgan tasdiqlash kodini sizdan telefon qilib so'ramaydi ular. Agar siz bankka borib kredit olajak bo'lsangiz, bu vaqtida so'rasa, bank xodimini aytishingiz kerak bo'ladi SMS-ni. Lekin siz uyingizda o'tirgan yeringizda hech kimdan hech qanday kredit yoki boshqa narsa zaявка bermagan yeringizda telefon qilib turib sizga SMS-ni tasdiqlash kodini ayt dedimi, demak, siz tomonidan tasdiqlanishi uchun sizdan kodni so'rab turibdi. Agar siz kodni aytmasangiz, tasdiqlab bilmaydi, kredit ham ola olmaydi, sizning plastik kartangizdan pulni ham ola olmaydi. Tasdiqlash kodini shu SMS bo'lib keldimi, hech qachon hech kim aytuvchi bo'lmaydi. Hech qachon. Amal qilish muddati degan joyi bor plastik kartani. Shu narsani. Keyin yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Shu plastik kartalarni yo'qotib qo'yadi. Ko'p hamyurtlarimiz tomonidan plastik kartalar tushirib qoldirilganda topib olgan odam ijtimoiy tarmoqqa qo'yadi uni. Men shu plastik kartochkani topib oldim deydi-dan, ijtimoiy tarmoqqa qo'yadi. Shu vaqtida masalan, например, yana ko'rsatib o'tamiz. Men uni ko'rsataveraman, endi so'roq tamom bo'ldi plastikni. Shunday turib suratga tushiradidan tashiydi. Suratga tushirgan vaqtida ina bu yerda amal qilish muddati degan bo'ladi bu yerda. 4-0. O'sha amal qilish muddatini ustidan chizib tashlash kerak. Buni pramo ochiqchasini yuborib bo'lmaydi. Bundan ham pullarınızı istimada qo'yadilar deydi. Pul olgani hech narsa emas. Shu plastikka ulab turib onlayn kredit olib olish mumkin. Keyin alacha bu narsalarning hammasi, ya'ni Telegramda kelib turibdi. Keyin alacha telefon aytib turib ham aytib turganlar bor, Azizbekning aytib turgan hozir to'ppa to'g'ri gap. Bu firibgarlar haqiqatdan ko'payib qoldi bu narsa. Bu ko'payishdan o'zlarimiz sababchi bo'ldik. Nima uchun? Telefon aytadi, kodni ayt desa, falan yerdan biz deydi kodni aytib qo'yamiz. Programmani ochma deb turib shunchalik aytib turibmiz, shundan ham ochilib turibdi. Har tarafdan ham bo'lib turibdi. Shuning uchun ogoh bo'lasizlar, xudo xolasa. Sağ bo'linglar. Signalim. Hoy, keladir-ku, uracak hep kelib turib. Yürüymenmi texma-tex izinde? Üçündüler ham yo'l qo'yadi, alashtirmayapsizlar. Oydin to'xtab turgan yerimizda hep kelib, elimizda hep kelib götü bilan solajak. Kameralar qarab turgan. Sağ olunlar, selamet bulunlar, kanalımıza bulunlar, Sıralar Ulug'u verdiği ve Koçkarov Azizbek. Koçkarov Azizbek. Yaxshi masalan, pasport stol deyishmi? Kanalda şurada işte verin kimdi? Sağ olunlar, selamet bulunlar, kanalımıza abone olunlar, Sıralar Ulug'u verdiği ve Signal beruvchi Azizbekda. Signal beruvchi Azizbek Koçkarov bo'ldi. Sağ olunlar, ogoh bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishik, ogoh bo'linglar. Sağ ol.